jonimga tegib ketdi. Qaynonam erimni rashk qilaveradi. Oxirigacha aytdim, voy onangga uylanib olgan devordim. Erim kech keladi. Kelgandan keyin bo'ldi. Mayli ota-onasi deganman, 10 yildan beri deganman, bolalarim katta. To'g'ri onasining yoniga kiradi-da, bo'ldi shu bilan 3-4 soat bir xil paytcha o'sha yerda yotib qolib, ertalab o'sha yerdan turib, o'sha yerdan ishga ketadi. Nimadir konfliktli situatsiya bo'ladigan bo'lsa, xotinning gapi erim chiqadi-da, adasiga yoki oyisiga chaq beradi. Nima hayot? Menimcha normal yashagim kelyapti. Bilasizmi, qaynonani ko'p holatlarda kelinlar o'ziga konkurent deb oladi-da, qizg'anishni boshlaydi. Aslida hozir bu yerda qaynonangiz qizg'anayotgan bo'lishi mumkin, lekin ikkinchi tarafdan qaraydigan bo'lsangiz, sizda ham ozgina qizg'anish bor. Qaynonangizdan eringizni qizg'anyapsiz. Bu narsa juda ham noto'g'ri. Nima qilibdi? Onasini oldiga kirib o'tirsa, bu normal holat. Ko'chada masalan o'ynashnikiga borayotgani yoki qayerdadir yurgani o'zini onasini oldida, demak unga onasi bilan komfortli. U hali ham bola pozitsiyasida. Siz ham ayollik rolidan sal bir xil payt ona roliga ham o'tishingiz kerak. Ayollar o'zi har xil rolda o'ynash kerak-ku, onalik, ayollik, do'st roli, ma'shuqa roli. Sizda ko'proq ayollik roli chiqib ketib qolganda, onalik roliga hech ham tushmaysiz. Siz ham onalik rolida o'ynasangiz, sizga ham talpinadi. Unga eringizga ko'proq onasi bilan komfortli, siz bilan komfortli emas. Shuning uchun siz ham nima yoqadi eringizga? Balki o'sha ishdan kelgandan keyin boshini silab o'tirishi yoqar, uni eshitishi bilan qaynonangiz balki. Siz naborot, meni maslahatim, qaynonangizdan andoza oling, o'rganing. Mana o'shanda sizga ham talpinadi eringiz. Bu videoni bo'lsa doim erini qaynonasidan qizg'anadigan yaqinlaringizga yuborib qo'ying.